Hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Karoleva MC va men ukam. Salom do'stlar, sizlar bilan Murod do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosing. Videoga ketdik. Albatta komment qoldirsanglar. Bir kichkina, katta bo'lmagan qishloqchada biz yashardik. Ukam va men bitta kichkinagina uyda, sindig'imiz bo'm-bo'sh. Yeyishga hozircha hech narsamiz yo'q, pulimiz ham yo'q. Biz ovqatni qayerdan topamiz? Yonimizda fermacha bor. Bu tarafda, bu tarafda fermacha bor. Yoshligimizda shu yerda ishlaymiz. U yerda katta pul bermaydi, o'zi pul bermaydi umuman, faqatgina o'roq olamiz. Mana shu yerdan o'zi o'roqlar bor. Ishlaymiz faqatgina ozgina. Buni boshlig'i bu yer bizniki emas. Faqat o'zimizga yetadigan ovqat beradi. Biz bu yerning hammasini ikkalamiz qilamiz. Bu ish unaqa qiyin emas, lekin hech qanday daromad ko'rmaymiz. Faqatgina o'zimizga yetadigan ovqat beradi, bo'ldi. U ovqat ikkalamizga yetib ortib qoladi, non, kartoshka, sabzi, lekin daromad ko'rmaymiz. Hamma gap shunda-da. Xo'p, bularni ekish ham kerak, hali ish ko'p. Pul bermasa, qo'riq ishlaymiz, chunki bizning qishlog'imiz o'zi javnaqa yaxshi qishloq emas. Ishlar yo'q bu yerda. Shuncha odam ham unaqa ko'p emas. Hamma bo'lgani ham ferma, do'kon ochib shu yerda ishlaydi. Keyin pul beradi, faqat u pul juda kam bo'ladi. Faqat o'zimizni yeyishimizdan ortmaydi bergan puli. Faqat o'zimiz do'kondan u narsa olishimizga va yana maktabga pul olib ketamiz, ozgina ba'zida yoki maktab formamizga yetadi xolos. Har doim yig'ib beramiz. Lekin tugab qoladi, chunki har doim maktabga biror narsa kerak. Bizda hozir katta sinf. Hozir deyarli maktabni bitiramiz ham. Bu yerga kartoshka ekasam. Men ham yordam beraman. Bo'ldi opa mana. Mana bu yerlarchi. Bu yerga ham men kartoshka ekib turaman. Kecha biz ishlamaganimiz uchun hamma joyda boshqa odam chaqiruvdi. Opa bo'ldi, boshqa kartoshka ekmaymiz. Kartoshka u tarafga ekamiz deyapsanmi? Mana bu yerni unda kartoshka bilan to'ldiramizmi? Kartoshka juda ko'p ortyapti. Qolgan kartoshkalarni o'zi boshliqqa berishimiz kerak, sunduqqa solib qo'yamiz. Kechqurunmi yoki obedda kelib bizga kartoshka nonlardan ortgan bo'lsa, bug'doy demoqchi edim. Beradi bug'doyni. Non qildiramiz. Esa qapqos pishiramiz. Bu kartoshkalardan o'zi o'g'irlash mumkin emas, chunki o'zi beradi. Sanab xo'sh, xullas shu qishloqchada hozircha yashaymiz. Ish ko'p. Do'stlar, anchasini qilib bo'ldim. Mana bu yerda kamera bor, shuncha hech qachon o'g'irlik qilmaymiz. Baribir o'g'irlik qilib ishlash yaxshi emas. O'zimizga ham bug'doylardan ham ekish kerak. Qolgan joyga bug'doy ekdingmi? Mana endi qolganga bug'doy ekamiz. Nimaga menda ekilmayapti? Urug'ni ekish kerak. Siz yaqinda pishiriqchilikdan qaydamdingiz? Pishiriqchilik emas, do'kon. Shu yerda ba'zida biror narsa pishirardim. Endi bularni ortib qo'yganni mana bu yerdagi sunduqlarga qo'yamiz. Birinchi ish kunimiz. Buni boshqa sunduqqa qo'yamiz. Birinchi sunduqqa men, ikkinchi sunduqqa sen qo'yasan. Buni to'g'rilay. Yana bularni joyiga qo'yamiz. Mana sizga 5 ta. Pulni kecha berib qo'ydim. 5 tadan izmurud beradi kuniga, lekin bu qishloq bo'lgani uchunmi narsalar juda qimmatda. Shaharga ko'chib ketishga hozir pulimiz yo'q, chunki shaharga borishning o'zi ham 25 ta izmurud. Siz bu yerlarda qog'oz pul ishlamaydi. Qog'oz pul Mana ishchilar faqat izmurud.
Ha. Hop, hozircha esa biz yana nima qilamiz? Hozircha kanikulmi? Ha. Ha, biz bir oylar oldin maktabni bitirdik. Endi do'kondan 2 kosa ovqat olib kelaman. mayli. Maktabni bitirib, men ham sen bilan boraman. 2,5 izimuruddan. Ha, men ham bilaman. Yaqinda bir oylar bo'ldi. Maktabni bitirdik. Endi maktab forma qilmaymiz, lekin shunda ham baribir ko'p xarajat ketadi. Xo'sh, hozircha men mana shu uyimda yashab turaman ukam bilan. Shaharga ko'chib ketamiz keyinroq. Yo'q, bu emas edi. Men uyga ham yetib bo'ldim. Ukam uzoqroqda do'kondan narsa sotib olyapti. Men esa ozgina yotib dam olay. Shu bilan shom ham bo'lib qoladi. Undan keyin boshqa ish yo'q. Baribir shom bo'lganda nima qilardik? Qorin to'yg'izib yana joyga yotamiz. Do'stlar, men ukam oldiga ketyapman, o'zi ham kelyapti. Sho'rva olib keldingmi ko'chadan? Biz uyda qilmaymiz chunki go'shtga ko'p pul ketadi. Go'shtning o'zi 5 ta izmurud turadi, a sho'rva 2,5 dan. O, juda ham mazali. Go'shtli mazali. Kosasini qo'yib qo'y. Bir narsa qilarsiz. Kosasini ham sotamiz. Hech qanday 100 tasiga hattoki 5 tagina izmurudku 100 kun biz sho'rva ichishimiz kerakmi bu degani? Menda ozgina pul qoldi. 50 kun. Aha, mayli. Opa, men ketdim, nonlarni olib kelay. Mayli. Puling qoldimi? Yo'q. Oxir hozir boya meni chaqirdi. Ha, bo'shliqmi? Ha. U senga non bermoqchi ekanmi? Ikkovimizning ish haqimiz. Ha, menikini ham olib kel. Endi hozir berilgan nonni shom bo'lganda va kechqurun yeymiz. Ancha-muncha non va ozgina kartoshka beradi, uni qovuramiz. Ha. Sizda-ya, hozir ovqatlarni yeb kechishimizga ketamiz. Ha. Fermaga. Ha, ya. Nima? 3 ta. Non kartoshkani qachon beradi? Kartoshkani sal keyinroq beradi. Mayli. 3 ta non. Hozir men non yemayman. Kechqurunga olaman. Ketdik. O'rog'ingiz bor-a? Yo'q. Bizni qishloqda biz ishga kirgan fermerda juda g'am katta fermalar, ko'p fermalari bor. Nima muloyim odamlar ekan. Yana bitta ishimiz bor, u ham mana shu. Mana u yerdan olib u yerga olib boramiz. U yerga menga o'roq ber, shu yerga ekamiz. Do'stlar, mana boshliq ozgina menga kelib o'roq berib ketdi. Men mana bu yerni ekib turaman. Mangrov. Yetmaydi shu. Men ekaman, ukam uradi. Shunday qilib hozircha shunday ishlayapmiz. Keyin bundagi urug'larni ham qo'yamiz. Bu fermadan ham. 6 tadan beradi bu yer. Ha. Eng katta biznes joyida. To'g'rimi? Ha, bu yerda ko'p beradi. Bu yerda lekin faqatgina bug'doy. Bu yerda o'zi unaqa ko'p foyda qolar ekan boshqa. Chunki u fermadan ko'ra ancha kam foyda qoladi-da. Mana nechta bug'doy qoldi? Ko'p bo'lardi, ha? Ko'rishim tushdi. 9 ta bug'doydan. Nimaga? Oy. O'zi aytdimi? Sizga ham 6 tadan izimurud oldim. O'zimiz non tayyorlaydigan joyga beramiz. Men nonni tayyorlab bilaman-ku. 6 tadan. Ha. 11 ta izmurud bo'ldi, lekin ko'ryapsizmi do'stlar? Har bitta sho'rvaning o'zi 2,5 ta. Va yana biz 5 kun ishlaymiz. Bu ishning o'zi 5 kunda. Yo'q, yaqinda cho'zimni eshitmadingizmi? Yo'q. Boshqachagina 5 kun dedi. Opa, menga 9 ta bering. Men non pishirtirib. Ha? Mana undan kerak. Ha. Men undan 5 ta bor. Men urug' oldim.
Hammaga xayr do'stlar, shu joyda videomiz tugaydi. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz like bosib obuna bo'ling. Hammaga xayr, Karla MC va mening ukam bo'ldi. Hammaga xayr, like va obunani esdan chiqmanglar. Eslar Va men uxlayman.